Garvard, London iqtisodiyot maktabi kabi nufuzli oliygohlar ilg'or tajribalari asosida yoshlarni tadbirkorlikka o'qitishda biz bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytyapti. Sadullayev 1-maydan ushbu xorijiy oliygohlar bilan kamida 20 ming yoshlarni biznesga o'rgatayotgan yangi avlod tadbirkorlari dasturini boshlasin. Dasturni muvaffaqiyatli tugatgan eng yaxshi 1000 nafar yoshning loyihasiga 3 yil muddatga 200 million so'mgacha 7% suda bersin. Har yili yosh tadbirkorlar tanlovini o'tkazib, eng yaxshi 100 ta loyihani brendga aylantirish uchun Yoshlar Venture jamg'armasidan 1 milliard so'mgacha mablag' ajratsin. Irispekov, Mirsoatov va boshqa banklar bir oyda bittadan konsalting kompaniya tashkil qilib, bu yil 50 ming yosh tadbirkorga biznes reja tayyorlashiga ko'maklashib, ularning xarajatlarini qoplab bersin. Yirik savdo tarmoqlari vakillari va malakali mutaxassislarni jalb qilib, kamida 20 ming yoshlarni tadbirkorlikka o'qitsin. Shu bilan birga 1-martdan yangi ish boshlagan yosh tadbirkorlarga infratuzilmaga ulanish bilan bog'liq davlat xizmatlari xarajatlarini yoshlar tadbirkorligi jamg'armasidan qoplab beriladi.